Dertler davası. İkinci bölüm günah, məsiyet ve onunla alakadar meseleler. 26. bab. Günah, məsiyetler kalbini kesel kılıp koydu. Günah, məsiyetler sağlam ve müstehkem kalplerini kesel kılıp normal yönelişiden burup etidu. Şüphesiz ki günah, məsiyetlerinin kalpke körüstüdüğün tesiri keselinin bedenge körüstüdüğün tesirge okşaydı. Belki günah, məsiyet kalbinin maddi ve manevi kesilidir. Günah, məsiyetlerini terk etmeyi durup, kalplerini davalıqlı bulmaydı. Allah'a yüzlengen kişilerinin ortak karşı şu ki, kalpler perverdigarıga yüzlenmegiçe, arzu armanlarına erişelmeydi. Kalpler sağlam, sap bolmagiçe, perverdigarıga yüzlenelmeydi. Kalplerdeki maddi ve manevi kesellerinin davasını tapmagiçe, kalpler sağlam bulalmaydı ve tazılanmaydı. Kalbi keseller havai heveslerdir. Onun doğrusu havai heveslerini tizgilleştir. Navada havai hevesler tizgillenmegende kalbini bütünlüğü kontrol kılıp alıdı da onu öldürüp koydu. Yoki çalı ölük haletke keltirip koydu. Shuningdek, havai heveslerge chek qo'yalgan ve onu tizgilleyalgan kishilar jannatga kirdi. Xuddi shuningdek, jannat ahlining qalbimi mushu dunyodala naq jannat yashaydi. Bular bilan havai heveslerini öz meyliga qo'yib berib, bo'lishiga yashab o'tganlarning rohat farog'ati, huzur halovati bir-biriga zodila o'xshamaydi. Balki bularning orasidagi farq xuddi dunyo ne'matlari bilan oxirat ne'matlari orasidagi farqdekla tasvirligisizdir. Qalbi yuqorqi tuyg'ular va ularning orasidagi farqlarni bevosita his qilib boqmagan kishilar buningga ishonmaydi. Mo'minlar shak shubhasiz jannatda bo'ladi. Kafirlar shak shubhasiz do'zaxda bo'ladi degan oyat oxiratning mukofot va jazolariga qartilgan emas. Balki dunyo hayoti, qiyomatgacha bo'lgan qabr hayoti va jannat yoki do'zaxdagi muqim o'rnidan iborat inson cho'qim besib o'tadigan 3 bosqichning hammaga qartilgan. Bu dunyoda jannatda yashaganlar qolgan 2 hayotdami jannatda yashaydi. Bu dunyoda do'zaxda yashaganlar qolgan 2 hayotdami do'zaxda yashaydi. Bu dunyoda ko'ngli xotirjam, qalbi aromida, ilohiy sevgi payziga cho'mgan odamdimi bekrak huzur halovatda jannatda yashagan odam bo'lamdi. Bu dunyoda g'am qayg'u va andisha ishda qalbi siqilib, Alloh va oxiratdan g'afil holda Allohning g'ayriga bog'lanib, Allohga parvo qilmay yashagan odamdimi bekrak azobda, do'zaxda yashagan odam bo'lamdi. Hayotda birov qaysi yo'lda yashasa, qabr va oxiratdami nisbisi shundoq bo'ladi. Allah'ını qo'yib, boshqalarni yaxshi ko'rib va ularga umid bog'lab yashaganlarga Alloh taolo dardlik azob tetitqizadi. Allohdan boshqaga muhabbat bog'lab yashaganlar mushu dunyoda 3 qatim azoblandi. Muhabbat bog'lagan narsaga erishish yo'lida qattiq azob chekidi. Erishib bo'lgandan keyin uni qo'ldan ketkizib qo'yishdan va unumini ko'rolmaslikdan, manfaatlanmaslikdan va shuningga o'xshash nurg'unlagan iztirobli tuyg'ular ilkida ansirab, xavf-sirabli yashaydi. Navoda erishgan narsadan mahrum qalsa, uning azobi tixmi ig'ir bo'ladi. Mana bu Allohdan boshqaga muhabbat bog'laganlar tortadigan mushu dunyodagi 3 turlik azobdir. Ammo qabrdagi mangulik hijron azobi, Allohga osilik qilish orqali buyuk ne'matdan mahrum qolganlik azobi, Allohning rahmatiga erishalmaganlik azobi. Hasrat nadomatlar, g'am qayg'u, dard alamlar go'yo ularning yuragini qurt yegandek g'ajilaydi. Bu xil holat Allah jasadga jonni qaytirib berganga qadar izchil davomlashadi. Jasadga jon qaytarilganda bo'lsa, azob tixmi ig'irlashib ketadi. Ular Allohga bog'langan, Allohga mushtaq bo'lgan, ilohiy sevgidan shodlangan, Allohni aslash orqali ko'ngli arom topgan kishilar his qiladigan halovatlarni hargizmi his qila olmaydi. Allohga bog'langan, Allohga mushtaq bo'lgan, ilohiy sevgidan shodlangan, Allohni aslash orqali ko'ngli arom topgan kishilar qabzi ruh qilinganda xushallikdan vah qaltisqu deyishib shodlanib ketadi. Tüm ömrünü Allah razılıq üçün bağışlap yaşayan bir qism kishilar navoda ahli jannatlar jannatda biz hozir to'yib yashayotgan huzurda yashaydigan bo'lsa, undaqda jannat hayotimi bek payz ekan degan ekan. Qalbi Allohga ulashgan ba'zi kishilar mundaq degan. Haqiqiy miskinlar dunyoda lazzatning ta'mini tetiy olmay,
dunyodagi eng shirin ta'mni his qilolmay o'lib ketganlardir. Dunyodagi lazzat va shirin ta'm dillarning Allohga bog'lanishidir. Yana ba'zi solihlar mundaq deydi: Navoda podshohlar va ularning avlodlari biz hozir his qilayotgan rohatni bilib qolgan bo'lsa, qilich ko'tarib bizdan shu rohatni talashgan bo'ladi. Yana ba'zilar mundaq deydi: Shubhisizki, dunyo jannatdir. Kimki dunyodagi jannatda yashamagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirolmaydi. Qimmatli nisivini arzimas matolarga setib etib, butunlay ziyon tortgan odamning ahvoli ajoyib hayron qolarliq. Ular o'tirdagi haqiqiy qimmatni bilmasa, so'rashi kerak edi. Setib olg'uchi Alloh, puli jannat, vakolatchisi payg'ambar alayhissalom bo'lgan tijoratni rad qilib qo'lidagi narsalarni g'oyat darajadagi xorliqqa setib etgan odamlar. Tova, bu nima degan hayron qolarliq ish? Qilmasa bir odam o'ziga hurmat, kim qilar baxshanda uningga izzat. Allohning xorishiga uchragan odamga hurmatlik chiqmaydi. 27-bob. Gunoh ma'siyatlar ansizlik va didisizlikka ilib boradi. Gunoh ma'siyatlar qalblarni ko'r qilib, uning nurini o'chirib yetadi. Ma'rifat yo'llariga to'salg'i paydo qilib, hidoyatga erishgani qo'ymaydi. Imom Malik Imom Shafiy bilan uchrashganda, uningda chechalik alomatlarini bayqab, mundaq degan ekan: His qilishimcha, Alloh senga nur ato qilibdi. Gunoh ma'siyatlarning zulmati bilan nurni o'chirib qo'yma. İnsanın qalbidagi nur ajizlashaverib, oxirida yo'qolib ketadi. Gunoh ma'siyatlar kuchaygan sari qalbni qordatib, zulmat kechiga o'xshash qilib qo'yadi. Nurg'un odamlar qalbining qorliqidan halok bo'ladi. Bular go'yo qorong'u kechida egizpas yo'llarda ketayotgan amaga o'xshaydi. Sog'liqdanmi zo'r boylik bormi? Qalbning ko'rliqidanmi tez halok qiladigan narsa bormi jahonda? Qalbdagi zulmat va qorliq zo'rayib, qalbdan boshqa a'zolarga sirg'oydi-da, qalbning qorliqi chiroyga chiqib ketadi. Qalbdagi qorliqning kuchlik ojizligiga qarab, chiroyi nurliq yoki xunuk bo'ladi. Navoda qalbi qora, dili ko'r holatda o'lib ketsa, qabrisi zulmatga to'shqiziladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Shubhisizki, mavu qabridagilar zulmat ichida. Mening ularga duo qilishim sababli Alloh ularni nurlantiradi. Mahshar kunda bu qora yuzlarning ko'mirdek qop-qora bo'lib ketganligini hamma odam op-ochiq ko'radi. Bu azoblar yiliqi gunohkor tushdek yashagan qisqa muddat emas, balki dunyoning boshdan oxir barliq lazzatlarga silishtirgandimi, nima degan ig'ir ha? 28-bob. Gunoh ma'siyatlar gunohkorlarni ruhiy tushkun qilib qo'ydi. Gunoh ma'siyatlar gunohkorning ruhini tushirib, uni o'z kontrolligiga ilib oladi. Uni xor qilib, ko'zga ilinmas, e'tiborsiz bir narsaga aylantirib qo'yadi. Taat ibodatlar bandalarning ruhini urg'utib, uni poklaydi va oliyjanoblikqa ega qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Nafsini kufri va pisqi pujur bilan kamsitgan odam cho'qim noumid bo'ladi. Demakki, Allohga itoat qilib, taat ibodat qilgan odam ruhini yuksaltira oladi. Oliyjanob ruhga ega bo'la oladi. Ruhiy g'oliblardan bo'la oladi. Ruhiga ahamiyat bermagan, gunoh ma'siyatlar orqali ruhini xorlagan, dafsana qilgan odamlar ziyon tortadi. Asilar gunoh ma'siyat o'tkazish orqali o'zini to'piga ilishtirgan odamlardir. Gunoh ma'siyatlar u odamni arzimas bir narsaga aylantirib qo'ydi. U o'zini tuvan ko'rdi. Allohning oldidami tuvan o'ringa, boshqa maxluqlarning oldidami tuvan o'ringa tushib qoladi. Taat ibodat va yaxshiliklar insonning ruhini yuksaltirib, iftixor tuyg'usiga cho'mdirdi va uni eng pok va oliyjanob ruhga ega qiladi. İnsan asli Allohning oldida shuncha arzimas, kichik bir maxluq turuqliq, taat ibodat va itoat orqali shuncha buyuk izzatlarga, sharaflarga erisha oladi. İnsonni gunoh ma'siyatdan bakrak xor qiladigan, taat ibodatdan bakrak aziz va sharafli qiladigan narsa yo'q. 29-bob. Gunoh ma'siyatlar osiylarni shaytonning changaliga tashlab beradi.
Asiylar doim shayton changilida, shahvat va havoyi havaslar kontrolligida yashaydi. Demak, u asir ilingan tutqundir. Eng ashaddiy dushmanlar tarafidan asir ilingandan ig'ir kunda yashaydigan tutqun bo'lmasa kerak. Havoyi havaslar turmusidanmi tarroq kamir bo'lmasa kerak. Shahvat ishkallardanmi bakrak qiynaydigan ishkal bo'lmasa kerak. Asir ilingan, turmaga qamalgan, ishkallangan qalb qandoqmi Alloh tarafiga, oxirat tarafiga yuzlanarsin? Bundaq qatma-qat ishkal, qatma-qat bog'liqda turganlarning oldiga bir qadam tashlay olishi mumkinmi? İnsanның qalbi ishkallanib, qamal qilingan siri, uningga taraf-taraflardan xilma-xil ofatlar yopirilib kelgili turadi. Qalblar uchar qushlarga o'xshaydi. Qushlar qanchaki egiz uchgan siri, xatardan shuncha yiroq bo'ladi. Qanchaki past uchgan siri, qopqonga tushib qilishi, xilma-xil baloyi ofatga giribdor bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Shayton insonning bo'risi, padishchisi bo'lmagan qo'y asonli bo'riga yem bo'ladi. Shuningdek, bir odamga Alloh tarafidan muhofazatchi bo'lmaydi ekan, uni shaytonning ovlashi cheksiz. Taqvodorlik orqali Allohning muhofazatiga erishgili bo'ladi. Taqvodorlik inson bilan uning bo'risi, ya'ni shaytoni orasidagi qo'rg'ondir. Taqvodorlik inson bilan dunyo azoblari orasidagi qo'rg'ondir. U inson bilan dunyo va oxirat azoblari orasidagi qalqondir. Qo'y padichiga yaqinroq tursa, yirtqichdan saqlanib qolishga foydasi bor. Padichiga qancha yiroq tursa, halokatga shuncha yaqin turgan bo'ladi. Bo'rimi padidan ayrilgan qo'yni ovlaydi. Demak, qalb Allohdan qancha yiroqlashsa, u nihoyat tezla halokatga yuzlanadi. Allohga qancha yaqin bo'lsa, halokatdan shuncha yiroq bo'ladi. Allohdan yiroqlashishmi farqli bo'ladi. Ba'zilar bak yiroqlashadi, ba'zilar bo'shroq yiroqlashadi. G'afillik qalbni Allohdan yiroqlashtirib etadi. Gunoh ma'siyatlar g'afillikdanmi bakrak yiroqlashtiradi. Bid'at gunoh ma'siyatlardan bakrak yiroqlashtiradi. Munofiqlik va mushriklik yuqorqilarning hammasidan bakrak yiroqlashtiradi. 30-bob. Gunoh ma'siyatlar izzat obro'yini tushirib etadi. Gunoh ma'siyatlar insonning Alloh oldidagi va insonlar oldidagi izzat obro'yini tushirib etadi. Shubhisizki, Alloh oldida hurmat va izzatga eng munosib odamlar, eng taqvodor, Allohga eng yaqin turgan, Allohga eng itoat qilgan odamlardir. Bandaning Alloh oldidagi hurmati va izzati uning Allohga qilgan toat ibodatlari va taqvodorligiga qarta bo'ladi. Navoda banda Allohga osiylik qilib, Allohning amr farmonlariga xiloflik qiladigan, Allohning oldidagi izzat hurmatidan tushib ketadi. Alloh ularni bandalarning nazaridan tushirib etadi. Navoda bir odam o'zi bilan birga yashayotgan kishilardan o'ziga tegishli hurmatga, izzatga erisholmasa, boshqalar uningga parvosiz muomala qilib, uni ko'zga olmasa, buningdan xor, buningdan bechora hayot bo'lamdi. Bunday odamlar nomsiz, qadrsiz, holsiz holatda yashaydi-da, hayotda hech qanday xushalliqi, hurmati bo'lmaydi. Shubhisizki, tilga ilinmaslik, qadrsizlik, obro'sizlik, barliq g'am qayg'u, hasrat nadomatlarga sabab bo'ladi. Gunoh ma'siyatlarning lazzatiga qaraganda, uning keltiradigan nadomatlari, alamlari nima degan ig'ir, ha? Sizlarning tilda dastonga aylanish, qadr-qimmatga sazovor bo'lish, izzat hurmatga musharraf bo'lish Alloh insonga ato qilgan eng buyuk ne'matlardandir. Shunglashqa Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini boshqalarga nisb bo'lmagan hurmat, qadr-qimmat va obro'ylarga ega qilgan va ularni tillarda daston qilgan. Alloh taolo mundaq deydi: Ibodatda kuchlik, dinda basiratlik bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqubni eslagin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni eslab turadigan samimiy kishilar qildik. Allohning do'sti Ibrohim alayhissalom nomining unutilib ketmasligi uchun keyingilar ishida tilga ilinib turadigan qadr-qimmat va izzat hurmatga erishtirishni tilab, mundaq duo qilgan: Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Alloh taolo Ibrohim alayhissalom va uning farzandlari haqida mundaq deydi: Ularga bizning rahmatimizni ato qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom haqida mundaq deydi: Sening shuhratingni ustin qildik.
İnsanlar payg'ambarlarga qanchaki ergashgan sari ularga ato qilingan sharaf, hurmatlardan nisbidor bo'ladi. Shuningdek, payg'ambarlarning yo'lidan qancha yiroqlashgan sari ularga qanchaki qarshilik qilgan sari sharaf, hurmat, qadr-qimmatlardan mahrum qoladi. 31 bob. Gunoh ma'siyatlar gunohkorni malomatga duchor qiladi. Gunoh ma'siyatlar gunohkorlarning sharaf va iftixorini yo'qotib, ularning haqoratlik nomlarga qilishiga sabab bo'ladi. Gunoh ma'siyatlar gunohkorning mo'min, yaxshi, ixlosmand, taqvodor, itoatmand, Allohga qaytquchi, Allohning do'sti, parhezkor, solih, obid, Allohdan qo'rqadigan, tavba qilg'uchi, pok, olqishlangan degandek sharaflik nomlarni elib tashlab, uning o'rniga buzuq, asi, gardankash, razil, buzg'unchi, iflos, zinoxo'r, o'g'ri, qotil, yolg'onchi, xoin, bechcha, rahimsiz, aldamchi degandek nomlarni yuklab qo'yadi. Mana bu fasiqlarning nomlaridir. Bu nomlar bilan atalganlar Allohning g'azabiga uchraydi. Do'zaxga kiradi. Dunyoda xor va rasvo holatda yashaydi. Alloh taolo mundaq deydi: Iymondan keyin fasiqlik bilan atilish nima degan yomon? Mo'min, yaxshi, ixlosmand, taqvodor, itoatmand, Allohga qaytquchi, Allohning do'sti, parhezkor, solih, obid, Allohdan qo'rqadigan, tavba qilg'uchi, pok, olqishlangan degandek sharaflik nomlar bilan atalganlar bo'lsa, Allohning roziligiga va jannatiga muyassar bo'ladi. Navoda gunoh ma'siyatlarning yuqoridagi qabih nomlardan boshqa jazosi bo'lmagan taqdirdami, albatta aql odamlarning aqli undaq gunoh ma'siyatlar va uning sabablaridan cheklagan bo'ladi. Navoda toat ibodat va Allohga qilingan qulluqning yuqorida sharaflik nomlardan boshqa mukofoti bo'lmagan taqdirdami, aql cho'qim u ishlarga buyurgan bo'ladi. Alloh berganni to'squchi, Alloh bermaganni biraligichi, Alloh yiroq qilganni yaqinlashtira olg'uchi, Alloh yaqin qilganni yiroqlashtira olg'uchi yo'qdir. Allohning xohishiga uchragan odamga hurmatligicha chiqmaydi. Alloh xohlaganini qiladi.